Aziz do'stlar, Nexia deydiganlarda mana shunaqa holat bo'ladi. O'ynab qoladi. Pechka konditsioner yoqqaningizda o'zi yoqa bu yoqqa burilib ketib qoladi. Buni qattiqroq qilishda yo'li bor. Buning uchun buni olamiz. Mana pastga bosib, mana pastga bossangiz chiqadi. Chiqarib olamizda bunga oddiygina rezina, mana oddiygina rezinani mana orqasiga mana yeriga o'raymiz. Oddiygina rezinani mana bu yog'iga o'raymiz. Urab chiqqanimizdan keyin buni joyiga qo'yamiz. Joyiga qo'yishda mana temirchasiz bo'ladi. Temirchali joyini mana bunaqa joyiga qo'yamiz. Temirchali joyini mana. Agarda bunaqasiga yumshoq bo'lib qolsa, mana shu temirchasini sal ko'tarib qo'ysalaringiz, shunda bunaqasiga ham sal qattiqroq bo'ladi. O'sha endi qo'yamiz buni. Qattiqroq taramiz tushadi mana. O'sha effekt ko'ramiz. Mana ancha qattiqlashdi. Ventilyatorda qo'shganingizda ham o'zi yoqa bu yoqqa surilib ketmaydi.